Har qanday millatning o'ziga xosligini ko'rsatuvchi qadriyat va timsollar, mezon va manbalar majmuida milliy liboslar ham alohida o'rin tutadi. Milliy liboslar xalqning uzoq asrlik o'tmishi, qadimiy urf-odat va an'analari, didi, estetik qarashlarini o'zida mujassam etadi. Milliy liboslarimiz nafaqat millatimiz ko'rkini, balki ma'naviy mafkuralarimizni va dunyo tamaddunida tutgan o'rnimizni ham namoyon etadi. Liboslar har bir xalq tarixi bilan uzviy bog'liq bo'lib, u milliy o'ziga xoslikni aks ettiradi. Liboslar turli etnik belgilari bilan ham ajralib turadi. Dunyo tarixida kiyim insoniyat taraqqiyotining eng qadim davrlarida, ya'ni 40-25 ming yil ilgari paydo bo'lgan bo'lib, ularda xalqning moddiy ahvoli, kishilarning didi, go'zallik va nafosatga bo'lgan intilishlarini yaqqol namoyon bo'ladi. Mamlakatimizdagi iqlim, shart-sharoit va ko'p yillik tarixga ega e'tiqodimiz asosida o'ziga xos milliy liboslarimiz shakllanib kelgan. Milliy liboslarimiz nafaqat millatimiz ko'rkini, balki ma'naviy mafkuralarimizni va dunyo tamaddunida tutgan o'rnimizni ham namoyon etadi. Bugungi kunda mana shu uzoq tarixni bosib o'tgan ajdodlarimiz mafkurasi va dunyoqarashi haqida so'zlaydigan milliy liboslarimizni saqlab qolish va targ'ib etish milliyligimizni saqlab qolish demakdir. Bu borada yurtboshimizning agar jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo'lsa, uning joni va ruhi ma'naviyatdir. Biz yangi O'zbekistonni barpo etishga qaror qilgan ekanmiz, ikkita mustahkam ustunga tayanamiz. Birinchisi bozor tamoyillariga asoslangan kuchli iqtisodiyot, ikkinchisi ajdodlarimizning boy merosi va milliy qadriyatlarga asoslangan kuchli ma'naviyat degan so'zlarni alohida ta'kidlash o'rinlidir.